Yana o'zimni vaqtimni tejash maqsadida tayyor yeguliklar qilib qo'ydim. Buni retseptini sizlar bilan ham bo'lishkim keldi. Ishoninglar, bir marta qilsanglar, oila a'zolaringlar duo qilib yeyishadi. Buni bemalol muzxonaga qo'yib qotirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ishimizni ikki xil xamir qilishdan boshlab olamiz. Ikkalasi ham oshirma xamir bo'ladi. Idishga sut va dro'jji solib yaxshilab aralashtirib, ustidan so'ng ketma-ketlikda etilgan mahsulotlarni sovolasiz. Qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir qorib olasiz. Oxirida o'simlik yog'i bilan nomiga mushlab qo'yib, ustiga strech yopib 1 soatga oshirishga yuborasiz. Endi ikkinchi xamirimizni boshlaymiz. Aniq bilaman, haligacha yuragini bosmasdan videoni ko'ryapsiz, bitta bosib qo'ying, ko'rib xursand bo'laman. Ikkala xamir uchun ham solingan mahsulotlarning ketma-ketligini video tagida yozib qoldiraman. Ikkala xamirni ham qilib bo'lganingizdan keyin o'zingiz uchun belgi qo'yib qo'ying. Sababi bittasi shirin bulchkalar uchun, bittasi esa orasiga xohishga qarab har xil go'shtli nachinkalarni solsangiz bo'ladigan bulchka uchun mo'ljallangan. 1 soat davomida oshib tayyor bo'lgan bulchkalarni ikkalasini ham teng 3 ga bo'lib olamiz. Teng 3 ga bo'linadi. Shunda umumiy 6 ta zuvala xamir bo'ldi. Shunda endi 3 tasini shirin nachinkali qilasiz, 3 tasini esa go'shtli mahsulotlardan qilasiz. Birinchi zuvalamning orasiga sosiska solib, shunaqa ko'rinishda o'rab oldim. Ikkinchi zuvalamni esa 4 ga bo'lib olib, kichkina mini pitssalar qilib oldim. Har birini xuddi shunaqa ko'rinishda ochib olib, orasiga ketchup surib, ustiga xohishga ko'ra nachinkalar solib, xuddi shu holatda muzxonaga qo'yib qo'ysangiz ham hech qanaqa ta'mi o'zgarmaydi. Uchinchi zuvalamga esa qo'ziqorli nachinka qilib oldim. Qo'ziqorim bilan piyozni qovurib, orasiga katta yaxshi eriydigan sir solib oldim. Xuddi shu ko'rinishda o'rab, tagini yaxshilab zichlab qo'yamiz. Bo'lmasam qo'ziqorim bilan piyozni yog'i chiqib ketishi mumkin. Endi shirin bulchkalarimizga o'tamiz. Birinchi zuvalamni katta qilib ochib, tagiga sariyog' surib, shakar, kakao va koritsa aralashmasini xuddi shunaqa ko'rinishda sepib oldim. Zichroq o'rab, ip yordamida kesib olib, sinabon qilib olamiz. Ikkinchi zuvalamni esa xuddi shu aralashmadan qolganini orasiga sepib olib, rogali ko'rinishda o'rab oldim. Oxirgi zuvalarni ko'rsatmabman, oddiy dumaloq harik qilib qo'ydim unisini. Ularni xuddi shu holatda muzlatib, qachon yegiz kelsa o'shanda pishirsangiz, umuman ta'miga ta'sir qilmaydi. Yurakchani bosib qo'yishni unutmadingizmi?